xonadonni ichamiz, kelinglar. Birinchi o'rinda mana shunaqa grillatoni hashamdor qilib o'rnatib ketildi. Ikkinchi o'rinda mana bu kotelxonaga ham xuddi shunaqa qora grillatoni Gipsolite korxonasi o'rnatib berdi. Eng qizig'i shundaki, hali hech kim qilmagan ishni qildik. Hozir men sizlarga ko'rsataman qanchalik darajada hashamdor va zamonaviy ko'rinishini. Mana bu yerga kelinglar. Bu yerda mazza qilib oilaviy stol-stullarni qo'yib turib, do'stlar davrasida kelinglar. Mana shunaqa basseynlarda cho'milib turishadi. Bu yerga biz grillator bilan rechni osma shiftlarini o'rnatib ketdik. Hozir men sizlarga pastga tushib basseynning chuqurligini ko'ryapsizlarmi? Agarda sizlar ham xuddi shunaqa rechni osma shiftini va grillatorni o'rnatmoqchi bo'lsanglar, xonadonga 2026-yildagi eng talab qilinadigan va zamon talabiga mos keladigan shu osma shiftlarni Gipsolite Group korxonasidan hoziroq shaxsiy xabar jo'natib maslahatlashib olsanglar bo'ladi. Biz esa keyingi obyektga ketdik.